Просто emin-erkin gapirib ketaverasan, to'xtalib qolasan-ku, demaginda prosta to'xta. O'ylayman desam, prosta to'xta deb o'ylab qolaman. Hozir mana 29-chi demak imtihonga kirib chiqding. Endi mana shu obunachilar uchun, o'quvchilar uchun eslab qolgan savollaringni, o'rgangan ma'lumotlaringni, o'sha ichkariga tushgan ma'lumotlarni aytsang, bu foydali bo'lajak. 35 talik savollarning ichida uglevodlarga xos xususiyatlarini aniqlang degan savollar bor edi. Keyin kelib chiqish o'simliklarning kelib chiqish markazlarini gulga bog'lagan ma'lumotlardan bor edi. Keyin 6-sinf ma'lumotlaridan to'g'ri fikrni aniqlang savoldan ikkita tushdi. 33-35 masalaga Ulottrix haqida jinsiy ko'payish haqida masala bor edi. Keyin yana 2-3 ta hayvon berib, o'shalarga xos xususiyatlarni aniqlang degan savollar bor edi. Yana 36-40gacha bo'lgan masalalar ichida birinchi 36-savolimiz DNK masala edi. 37 ta energiya almashinuvi, 38 oqsil haqida masala, 39-40 genetika masala bor edi. Xo'p, 41-savolchi. Yozma ishdan 41-savol DNK haqida 3 ta DNK berib, bir-biriga bog'lagan gaplar bor edi. Keyin 42-savol entron, ekzon haqidagi DNK masala tushdi. 43-savolimizga energiya almashinuvi haqida masala bor. Yaxshi. Hozir men senga o'rgatgan ma'lumotlardan tashqari ma'lumotlar tushdimi? Ochiqcha aytib. Bunaqasi yo'q edi mana. Hammamiz shu yerda darsda o'rgangan ma'lumotlarimiz tushdi, ha? Okey. Yaxshi, rahmat.